Bitta tanishim homilador paytlarida ikkinchi farzandlariga homilador edilar. Birinchi farzandlari qiz farzandida, ikkinchi farzandga tabiiyki o'g'il farzand xohlaganlar. Farzand o'sha qorinda homila paytida 24 haftagacha UZDga borganlar, skriningga borganlar, qiz jinsini aytishgan. Keyin telefon qotdilar menga, "Komil opa, o'g'il farzand xohlayapman. Men aytyapman, endi ularga to'g'ri tushuntiraman. Farzand bu ne'mat, farzand bu rizq, qizmi o'g'ilmi Alloh bergani. Lekin o'sha bilamiz, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammad ismini qo'yaman deb niyat qilib, ota-ona er-xotin niyat qilib, mana shu narsani Allohdan so'rashsa va istig'forni 40 mingta, 80 mingtaga yetkazib, chin yurakdan aytsang, Allohga oson, mana shu narsa bo'ladi deb maslahat berganman. Farzand homila paytida 32 haftaligida borgan va Doppler, eng oxirgi o'sha Doppler deymiz-ku, Dopplerga tushgan. O'sha paytda aynan skriningda qiz deb aytgan doktor, o'sha o'zlari vrach, ya'ni o'zida doktor, o'zlari tushirib 32 haftalikda o'g'il ekan. Lekin menga kelganingda qizida-ku, o'g'il bo'pti desa, o'sha paytda men aytib berdim ularga, "Komil opa, o'sha aytgan narsalaringizni shu ishni qildim. Alloh menga o'g'il farzand beradi" deb va o'g'il jinsi aniqlangan. U qiz homilador bo'ldilar, tug'dilar, o'g'il farzand ko'rdilar va ismini Muhammad deb qo'yishdi. Bu bilan demoqchimanki, hattoki biz o'sha ishonib qolgan insonlar tomonidan aytiladigan gaplarimiz borku, unaqa bo'lar ekan, bunaqa bo'lar ekan, senda mana bunaqa narsa bor ekan deb yo'q. Hammasi faqatgina Allohga ayon, faqatgina undan so'rash kerak va albatta istig'forni har qanaqa ishga nisbatan, rizqqa nisbatan, farzand ko'rishga nisbatan hamma narsaga o'qisanglar juda ham foydasi zo'r.